Siz dunyodagi eng sirli va juda ham boy davlatlardan biri Turkmaniston haqida bilasizmi? Videoga like bosing, birgalikda bilib olamiz. Turkmaniston 1991-yil 27-oktyabrda SSR parchalanishi ortidan o'z mustaqilligini e'lon qilgan. Saparmurod Niyazov mustaqil Turkmanistonda birinchi prezident etib saylanadi. 1995-yil 22-oktyabrda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan rasman doimiy neytrallik maqomi berilgan. Turkmanlar uchun bu kun mustaqillik kabi juda qadrli va katta bayram sifatida nishonlanadi. 2006-yil dekabr oyida birinchi prezident Saparmurod Niyazov vafotidan keyin hokimiyatni Gurbanguli Berdimuhamedov o'z qo'liga oladi va shu kundan boshlab Turkmaniston o'ta yopiq davlatga aylanadi. Bu davlatda faqatgina asfaltlar qora rangda, poytaxt Ashxobodda 540 dan ortiq katta binolar va barcha mashinalar oq rangda. Bu davlatda oq rang ezgulik ramzi sifatida ko'riladi. 2022-yil 19-martda sulola barqarorligiga amal qilgan holatda Gurbanguli Berdimuhamedovning o'z o'g'li Serdar Berdimuhamedov prezident etib tayinlanadi. Amaldagi prezident Serdar Berdimuhamedov Markaziy Osiyodagi eng yosh prezident bo'lib, u hozirda 44 yoshni qarshi oldi. Turkmaniston dunyo bo'yicha 4-eng katta gaz zaxirasiga egalik qiladi va hatto sahrolarida 50 yildan buyon o'chmaydigan olov yonib turadi. U esa do'zax darvozasi deb ataladi. Turkmaniston 2026-yil holatiga ko'ra yer maydoni 490 ming km², aholisi 7 million dan ortiq. Yalpi ichki mahsulot qiymati esa 76 milliard dollarga teng. Armiyasi dunyo reytingining 77-pog'onasidan joy olgan. Siz Turkmaniston haqida yana nimalarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.